Cristiano, bolaligimizda bizga orzular ushaladi deb o'rgatishgan edi. Sen esa bizga undan ham kattaroq narsani o'rgatding. Orzu ushalmasa ham kurashni to'xtatmaslikni. Biz seni faqat gollaring uchun sevib qolmadik. Seni har yiqilganingdan keyin turib, yana harakat qilganing uchun hurmat qildik. Sen millionlab insonlar imkonsiz deb hisoblagan marralarni zabt etding. Rekord ortidan rekord o'rnatding. Futbol tarixida o'chmas iz qoldirding. Ammo bitta orzu doim yuragingda qoldi. Jahon Kubogi. Har safar maydonga chiqqaningda nafaqat Portugaliya, balki dunyoning millionlab odamlari seni qo'llaringda shu kubokni ko'rishni xohlashardi. Afsuski, hayot har doim ertaklardagi kabi yakun topmas ekan. Lekin bilasanmi, bitta kubok seni kimligingni belgilamaydi. Chunki sen allaqachon kuboklardan ham buyukroq narsaga aylangansan. Sen millionlab bolalarni orzu qilishga undagan odamsan. Sen millionlab insonlarga mehnat, intizom va hech qachon taslim bo'lmaslik nima ekanini ko'rsatding. Yillar o'tadi, rekordlaring yangilanadi, gollaring ortda qoladi. Ammo